Bu haqida bilishingiz farzandingizni hayotini saqlab qolishi mumkin. Meningit bu juda ham tez rivojlanadigan kasallik, ya'ni miya pardasini yallig'lanish bilan kechadigan kasallik. Juda ham ko'p holatda shu meningitni boshlang'ich davrida ota-onalarimiz farzandini shu oddiy gripp bilan adashtirib qo'yiladi va vaqtni qo'ldan boy berib qo'yishadi. Eng xavfli shaklida meningitda bola bir necha soat davomida juda ham og'ir ahvolga tushib qolib, hattoki komaga tushib qolishi ham mumkin. Bundan tashqari meningitni o'tkir hamda yashirin davri ham bo'lishi mumkin. O'tkir davri tez rivojlanadi, bolaning temperaturasi ko'tariladi, ahvoli og'irlashadi, kuchli bosh og'riq beradi, yorug'likdan qo'rqish holatlari kuzatiladi. Ko'pincha yengillik olib kelmaydigan qusish belgilari ham bo'lishi mumkin. Yana shunaqa holat bo'ladiki, yashirin kechadigan davri ham bo'ladi. Bu uzoqroq vaqt ham etadi. Bolani aldamchi o'sha grippga o'xshaydigan belgilar bilan ota-onani chalg'itib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Qo'l bola ustida davolashga harakat qilish natijasida bolani ahvoli tezda juda ham og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Demak, nima qilish kerak? Bunaqa holatda farzandingizda yuqorida ko'rsatilgan simptomlar kuzatiladigan bo'lsa, tez yordamni chaqirish kerak va o'z vaqtida davo muolajalarini ko'rsatilgan davo muolajalari o'tkaziladigan shifoxonalarda o'tkazish kerak bo'ladi. Chunki har bir daqiqasi kunlar emas, har bir daqiqasi farzandingizni hayotini keyingi bosqichiga juda ham muhim bo'lishi mumkin.